Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. E'tiboringizga noyabr oyi yakunlariga bag'ishlangan Tashqi ishlar vazirligi faoliyati bo'yicha brifingimizni taqdim etamiz. O'tgan oy konstruktiv muloqotlar, muvozanatli diplomatiya va xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan izchil tashabbuslar bilan yodda qoldi. O'zbekistonning global jarayonlardagi faol ishtiroki kengayib, xalqaro maydondagi obro'-e'tibori yanada mustahkamlandi. Ikki tomonlama siyosiy aloqalarni rivojlantirish borasida aniq va samarali ishlar amalga oshirildi. Ochiq va pragmatik tashqi siyosatimizga bo'lgan ishonch yanada ortdi. Xalqaro hamjamiyat bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirish yo'lida muhim qadamlar qo'yildi. Mamlakatimizga o'tgan oyda 80 ga yaqin yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirilgan bo'lsa, O'zbekiston delegatsiyalarining xorijga 60 dan ortiq tashriflari ishlab chiqildi. Ushbu muloqotlar albatta siyosiy, iqtisodiy, savdo, investitsiya, transport, energetika, ta'lim va madaniy-gumanitar yo'nalishlarda amaliy natijalarga xizmat qiladigan kelishuvlarni tayyorlash va kelgusidagi hamkorlikning aniq yo'nalishlarini belgilab olish imkonini beradi. Buning barchasi O'zbekistonning mintaqaviy barqarorlikka va uzoq muddatli hamkorlikka sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Jumladan, 6-noyabr kuni Washington shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari, AQSh davlat kotibi Marko Rubio hamda qator rasmiylar ishtirokida Markaziy Osiyo plus AQSh, ya'ni C5+1 muloqot platformasining 10 yilligi nishonlandi. Unda tomonlar Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, savdo va investitsiya aloqalarini kengaytirish, shuningdek, mintaqaviy barqarorlik va doimiy taraqqiyotni ta'minlash yo'lida yaqin hamkorlikni davom ettirish masalalarini muhokama qilishdi. 15-noyabr kuni Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvi oldi Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston hamda O'zbekiston tashqi siyosat idoralari rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Muhokamalar hamkorlikni mustahkamlash va mintaqamizning umumiy farovonligini yanada oshirish uchun keng ko'lamli imkoniyatlarni ko'rib chiqishga qaratildi. Shu kunning o'zida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi davlat chegaralari tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnomaning ratifikatsiya yorliqlarini almashish to'g'risidagi bayonnoma imzolandi. 21-22 noyabr kunlari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri taklifiga binoan Xitoy Xalq Respublikasi tashqi ishlar vaziri Van Yi O'zbekistonga tashrif buyurdi. Ikki mamlakat vazirlari o'rtasida ikkinchi strategik muloqot uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar madaniy va gumanitar hamkorlikni faollashtirish, O'zbekiston va Xitoy xalqlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga ko'maklashish uchun sa'y-harakatlarni yanada jadal amalga oshirishga kelishib oldilar. Kuni kecha Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilish ishtirokchilari yagona umumiy maqsad xalqlarning farovonligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash ekanligiga alohida e'tibor qaratdilar. Noyabr oyida Tojikiston, Somali, Albaniya va Burundi davlatlarining mamlakatimizdagi yangi elchilari o'z faoliyatini boshlashdi. Shuningdek, o'tgan oy davomida TIF rahbariyati tomonidan 120 dan ortiq uchrashuv va muzokaralar tashkil etildi. Keng ko'lamli diplomatik faollikni namoyish etayotgan ushbu muloqotlar jarayonida ikki tomonlama siyosiy muloqotlar, investitsiya va savdo ko'lamlarini kengaytirish, migratsiya va mehnat masalalari, mintaqaviy va xalqaro darajadagi tadbirlar kabi masalalar ko'rib chiqildi. Jumladan 4-noyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyevning mamlakatimizga tashrif buyurgan Kuvayt davlati ta'lim vaziri Said Jalol Al-Tabtabai bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yuqori martabali mehmon Samarqand shahrida o'tkazilgan UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi samarali muzokaralar va manfaatli kelishuvlarga boy bo'lganini alohida qayd etib, yaratilgan imkoniyatlar uchun O'zbekistonga chuqur minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, o'tgan oy mobaynida iqtisodiy diplomatiya yo'nalishida ham sezilarli ishlar amalga oshirildi. 30 dan ortiq xalqaro va mintaqaviy tadbirlar mamlakatimizda o'tkazildi. O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari tashabbusi bilan esa xorijiy investitsiyalarni jalb etish, milliy eksportni kengaytirish va yangi sarmoyaviy loyihalarni ilgari surishga qaratilgan amaliy uchrashuvlar tashkil etildi. Jumladan, respublika hududlarida 7 ta, xorijiy davlatlarda 28 ta biznes forum o'tkazilib, ularning har biri o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qildi. Xalqaro hamjamiyat vakillariga O'zbekistonning iqtisodiy va investitsion imkoniyatlari, xorijiy investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar, shuningdek mamlakatimizning betakror turistik salohiyati va boy madaniy merosi namoyish etishga qaratilgan 60 dan ortiq maxsus taqdimot va ko'rgazmalar tashkil etildi. Xalqaro hamkorlikning shartnomaviy huquqiy asoslarini mustahkamlash borasida amaliy sa'y-harakatlarimiz davom etmoqda.
Shu maqsadda imzolangan 53 ta xalqaro shartnoma va hujjat O'zbekistonning xalqaro sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirish, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va uzoq muddatli strategik aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Noyabr oyida Tashqi ishlar vazirligi hamda mamlakatimizning xorijdagi diplomatik va konsullik vakolatxonalari O'zbekiston fuqarolarining qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilish borasida izchil va keng qamrovli ishlarni davom ettirdi. Shuningdek, xorijdagi vatandoshlar bilan muntazam muloqotni mustahkamlash, ularning mamlakatimizdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti bilan yaqindan tanishtirishga qaratilgan tadbirlar tashkil etildi. Ushbu faoliyat bir tomondan fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlasa, ikkinchi tomondan ularning vatanga daxldorlik hissini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Konsullik huquqiy faoliyatimiz doirasida esa 16972 nafar O'zbekiston fuqarolariga konsullik xizmatlari bir oy davomida ko'rsatildi. Chet elda mehnat faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirgan 870 nafar yurtdoshimizni ish bilan ta'minlashga ko'maklashildi. Moddiy jihatdan og'ir vaziyatga tushib qolgan 270 nafar fuqaromizga jami 100 ming AQSh dollari miqdorida moddiy yordam ajratildi. Vaqtincha saqlash muassasalarida bo'lgan 180 nafar fuqaro ozod qilindi. Murakkab sharoitdagi ishsiz, voyaga yetmagan yoki boquvchisiz qolgan 157 nafar yurtdoshimiz, shuningdek odam savdosi qurboni bo'lgan 5 nafar fuqarolar vatanimizga qaytarildi. Xorijdagi vatandoshlar ishtirokida 114 ta madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib, ularda 10 mingga yaqin yurtdoshlarimiz jalb etildi. Mazkur davrda jismoniy va yuridik shaxslardan 19 mingga yaqin murojaat qabul qilindi. Ulardan 18 mingdan ziyodi vazirligimiz konsullik huquqiy departamenti hamda mas'ul tashkilotlar tomonidan hal etilgan bo'lsa, qolgan qismi tegishli manzillarga yo'naltirildi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, murojaatchilarga o'z vaqtida zarur konsullik huquqiy yordami ko'rsatildi. Shuningdek, bir oy davomida chet el fuqarolari uchun O'zbekistonga kirish bo'yicha 20591 nafar viza rasmiylashtirildi. Tashqi siyosatimizdagi yana bir quvonarli holat Samarqand shahrida yuqori saviyada o'tkazilgan UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi yakunida tashkilot O'zbekiston xalqi va hukumatiga ko'rsatilgan samimiy mehmondo'stlik va delegatsiyalar uchun yaratilgan qulay sharoitlar uchun chuqur minnatdorlik bildirdi. Barcha ishtirokchilarni qamrab olishga qaratilgan sa'y-harakatlarni sessiyaning samarali ishlashi uchun O'zbekiston tashkilotlari va mutaxassislarining yuksak professional yondashuvini alohida e'tirof etdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning konferensiya ishiga ko'rsatgan e'tibori va qo'llab-quvvatlovini yuqori baholagan holatda mamlakatimiz bilan do'stlik va o'zaro ishonch ruhidagi hamkorlik kelgusida ham yana mustahkamlanishiga ishonch bildirdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun O'zbekiston diplomatiyasi o'zining eng asosiy vazifalari milliy manfaatlarni himoya qilish, xalqaro maydonda mamlakatimizning obro'-e'tiborini yanada mustahkamlash va xalqimiz farovonligini ta'minlash yo'lida izchil harakat qilmoqda. Yangi O'zbekiston diplomatiyasi bu nafaqat tashqi siyosat, balki har birimizning mas'uliyatimiz va fidoyiligimiz bilan vatanimiz ravnaqi va xalqimiz farovonligiga xizmat qiladigan kuchdir. Har bir qadamimiz mustahkam do'stlik, izchil hamkorlik va milliy manfaatlarimiz yo'lida amalga oshirilayotgan tarixiy xizmatdir. Shu yo'lda birlashgan kuchimiz va fidoyiligimiz bilan biz nafaqat bugun, balki kelajak avlodlarimiz uchun ham mustahkam poydevor yaratamiz. Shuning bilan noyabr oyi yakunlariga bag'ishlangan brifingimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.